aks ettiruvchi maxsus o'ziga xos stendlar tayyorlangan. Undagi taqinchoqlarni biz Buni narxi $2200. Buni briganti ham bor, $25000 turadi, $800 turadi. Tijoratchi bo'lsa kerak hammasi bu yerda. Assalomu alaykum hurmatli Baxtiyorovna Reality TV kuzatuvchilari. Bugun bizlar Islombek Zolotani brilliant partilariga tashrif buyurdik. Bunaqa partilar Samarqandda birinchi marta, xuddi Reality TVday. Samarqandda birinchi marta bo'ladigan hodisalarni, ma'lumotlarni, voqealarni faqat Baxtiyorovna YouTube kanalida kuzatib qolishlaringiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvni ham faqat bizda, keyin boshqalarda ko'rishingiz mumkin. Qani ketdik. Qizlarjonlar, bugungi partiga biz ozgina kech qolib kelyapmiz, lekin o'sha mehmonlar kelib bo'lishgan. Kelgan mehmonlardan ham intervyu olamiz. Islombekni o'zlari zaynit bo'lganliklari uchun biz u kishini kutib turibmiz, chunki bizni o'zlari olib kirishga va'da berganliklari sababli biz Islombekni kutyapmiz. U kishini hayajonini men o'zi his qilyapman. Qani ketdik, kuzatishga davom etinglar. aks ettiruvchi maxsus o'ziga xos stendlar tayyorlangan. Undagi taqinchoqlarni biz sanoqli daqiqalarda yana kelib tomosha qilishingizga sharoit yaratamiz. Modellarimiz tayyor. Bitta olqishlar sadosi ostida biz shouni boshlaymiz. Ayni damda biz Turkiya davlati bilan hamkorlikda ishlaymiz va o'zimizda ishlab chiqarishimiz ham bor. Ayni damda men sizlarga nima uchun bu narsani ko'rsatyapman? Chunki bugun meni showim va men sizlarga bu brilliantlarimni aytishga loyiq ko'rdim. Ayni damda mana bu komplekt ko'rayotgan bo'lsangiz, bu pat brilliant, bu tilla emas, brilliant emas, tilla 585 proba. Ya'ni buni narxi $2200. Buni birga marhamat. Shuning uchun mana bu yerda qizimiz bor. Bu Ozarbayjon 707 proba kadiya, braslet, sirg'a va uzungi. Bu brilliantimiz narxi 2012. Hurmatli kuzatuvchilarim, Islombek Zolota o'zlarini dushman kushsha deb nomlangan brilliantlarini modellar orqali hammaga taqdim qilmoqchi. Kimga kerak bo'lsa bu haqida aytib o'taman. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda juda ham mehmonlar ko'p. Har bitta o'zimizning mehmonlarimizdan intervyu olib sizlarga taqdim qilaman. $800 turadi. Buning ichida hali kloni ham bor. Mehmonlar, xonimlar va janoblar, siz katta translyatsiya monitorlarida modellarning bo'ynidagi chiroyli ojерелье, qo'llaridagi uzuklar va zirak sirg'alarga guvoh bo'lyapsiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, shunday Islombek Zolotani onalaridan keyin tarbiyalagan opalari Aziz opamdan u kishi tillalarni bizning ko'rsatuvimiz davomida kuzatib borishlaringiz davomida u kishi aytib o'tayaptilar o'zlarini tovarlarini. Aziz opam shunday ukani orqasida turish va o'sha hayajonni qanday his qilayotganliklarini Aziz opamdan so'rab o'tamiz. Aziz opa, nima deb o'ylaysiz? Assalomu alaykum. Avvalambor hammalaringizga xush kelibsizlar.
shu bizlarni nimalarimizda quvonchlarimizda hamjihat bilan mana kelib ko'rib birgalashib bizlarni ishlab chiqarishimizni Islombekda xatti harakatini, blogerstvasini shu nafaqat Samarqandda, balki O'zbekistonda tanildi, O'rta Osiyoda, undan tashqari Amerika, Isroil davlatida, Xudo xohlasa boshqa davlatlarda biz tanitmoqchimiz. Sababi O'zbekistonda o'zimizni ishlab chiqarishimizni, o'zimizdan tilla qonimiz borligini va tilla qonimizdan eng sifatli narsalarni ishlab chiqarishga loyiqligimizni bizlar tanitmoqchimiz. Shuning uchun bugungi kunda biz hammamiz yig'ilganimizning sababi ham shu. O'zimizni ishlab chiqarishimizni ko'rsatish, o'zimizni harakatimiz dunyo tariqasida chiqishimizni ko'rsatish. Aysi opa, shunday ukaning orqasida turib, uni his-hayajonlarini, uni shu bugungi erishayotgan yutuqlaridan siz qay darajada o'z kuchingiz borligini va o'zingizni hissangizni qo'shganligingizni ayta olasiz? Umumiy karat 12 karatli brilliantlar bilan berilgan maxsus hayotim bo'yicha shu ukamni rivojlanishiga, nafaqat ukamni, oilamizni, boshqa bitta ukamni rivojlanishiga bu yerda nechtalab oilalar ishlab oila boqadi. Shuning uchun orqasida avvalambor Alloh turadi, undan keyin bizlarning o'zimizning mehnatimiz, harakatimiz bilan birgalikda hamma vaqt men yelkadosh bo'lib turaman. Albatta. Ko'rib turganlaringizdek, hurmatli kuzatuvchilarimiz, Islombek kamtarligi albatta opalarida. Bular o'zlarini emas, balki orqa fonda turgan va orqada bular bilan yelkama-yelka xizmat qilayotgan o'z ishchilarini ham imeyt video deydi-ku, albatta aytib o'tdilar. Buni biz samarqandliklarni, nafaqat samarqandliklarni, Aziz opam misolida Islombek Zolataning orqalarida shunday kamtarin odamlar turganliklaridan biz quvonib ketdik. Samarqandda ilk marotaba bo'layotgan bo'lsa ham Islombek Aziz opamga yelkama-yelka biz ham juda ham hayajondamiz. Bu narsalarni kuzatib boringlar. Aziz opamga, Islombekka alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Rasm bu juda ham mashhur. Men nazarimda bu chiroyli uzun mashhurda nima deb nomlanadi? Bu komplektimizning ismi Chechenka. Chechenka. Qoyil juda ham zo'r. O'zbekistonda hamma Chechenka ziraklarini yechib olsak, bundan ham qimmatli, siz uchun bebaho, to'g'rimi? Davomiy bo'lsin, muhabbatingiz ko'z tegmasin. Davom etamiz. Mana bu komplektimiz esa, buni nomi Chechenka emas? Yo'q, buni nomi Chechenka emas. Bu brilliantimiz kalibratsiyasiga uzuk va klonigacha bor. Bu brilliantimizning ismi esa Baxcha deb nomlanadi. Baxcha. Bu brilliant komplektimiz. Buni narxi esa 20. Hurmatli Reali TV kuzatuvchilari, Islombek o'z mehmonlariga brilliantlari haqida ma'lumotlarni berguncha, bizlar samarqandlik blogerlar mehmonmi yoki bular ham bilet olib kelishganmi? Bu haqda sizlarni tanishtirib o'tamiz. Stollarga tashrif buyurib, ular bilan tanishib olamiz. Hurmatli Baxtiyorona Reali TV kuzatuvchilari, bilib olganingizdek, bugungi mehmonlardan bittasi meni sevimli blogerim Babin Life, bilasizlar. Reali TVning sozdатели desa ham bo'ladi. Bizni ismimizni topib bergan. Har doim sizlarga aytib o'taman, YouTube kanallarimda kuzatib borishlaringizda albatta men Sabinaning ismlarini aytib o'taman. Bu kishidan birinchi bo'lib olyapmiz. Har doimdek bu bizning traditsiyamiz. Sabin, bugungi kakfsikda sizda o'zbek tilida bir ilojini qilmasangiz bo'lmaydi. Brilliantning partida siz mehmonmisiz yoki yo'q. Biletni sotib olib kelganman. Bunaqa ko'rsatuvdan keyin juda ham zo'r brilliantlarni olish tuyg'usi sizda yana jo'sh uryaptimi yoki hali ham Dubayga borish niyatidamisiz? Men shu Dubayga borsam o'sha brilliant. Bizni Kamtarona Babin Life'imiz o'zlarini bizneslari orqali, o'zlarini xushmuomala, o'zlarini kulgulari orqali samarqandliklarni ko'nglidan juda joy olgan blogerlarimizdan bittalari. Bu kishi albatta o'zlarini puteshestvalarini albatta ustun qo'yadilar. Ajabmaskim, bu kishim ham brilliant olib kelsalar kuzatib qolamiz. Sabinjon Xoreografik kompozitsiyasini qarshi olishadi. Ozarbayjoncha chiroyli raqslar. Irodaxonim Ismoilova. Hurmatli Baxtiyorona Reali TV kuzatuvchilari, Samarqandda nomer 1 er va xotin blogerlik sohasini birinchi bo'lib boshlagan Zarmina va Boxalardan intervyu olamiz. Ular bugungi ko'rsatuvimizda mehmonmi, lekin bilet olib kelishganmiz. Shu haqida Zarminadan so'raymiz. Zarmina, assalomu alaykum.
Bileti xaridimizmi yoki hamda? Ne xaridim deb O'zbekimi? biz bu yerga o'zi biletlarni sotib olib keldik. Zarmina, Samarqandda bilasiz, er va xotin parasi orqali tanilgansizlar. Bu narsa to'ydan oldin boshlanganmi, to'ydan keyinmi? Yo'q, to'ydan keyin boshlaganmiz bu narsani. Xo'jayiningizni qay tarzda avragansiz? Biz hamma narsani birga maslahatlashib qilamiz. Avrash qiyin bo'lmadi. Bu kishi boshlaridan o'zlari shu sohada. Zarmina, bu Haning ish faoliyatlari albatta to'ydan keyin boshlangan. Bu u kishining turmush o'rtoqlaridan olamiz. Shunday siz shunaqa nimalarga xotiningiz bilan tashrif buyurishingiz bu sizga qay tarzda yoqimli? Bu o'zbek gaplarami? Aslida bizlarga bu boshida qiziqish paydo bo'lgan. Shu asosda shuni vaqt uchun hurmatman. Birinchi o'rindan hurmat qilish kerak ayol kishini. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Shu bilan til topishib, shu bilan mayin roli qilib shu darajaga yetdik. Shunday chiroyli xotinni oldida yurish siz uchun qanday tuyg'ularni baxsh etadi? Men довольна на 100%. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning kamtarona blogerlarimiz Zarmina Boxa bilan ham tanishlaringiz, bugungi ko'rsatuv ularga ham juda qiziq bo'lganliklari uchun tashrif buyurgan e'tiboringiz uchun rahmat. mehmonlarimizni anglab olishdi. O'zbekistonning birinchi raqamli san'atkori, bu shubhasiz barchamiz uchun sevimli bo'lgan xonandamiz. Menimcha anglab olishdi mehmonlarimiz. Biz katta mamnuniyat bilan sahnamizga bir necha soniyalardan so'ng taklif qilamiz shu o'rinda aziz mehmonlar. Hurmatli Baxtiyorona Reality TV kuzatuvchilari, bugun Toshkent va samarqandlik blogershamiz Shahlo bilan intervyuni birdan olib boryapmiz. Bu kishi hamma biladi, bundan oldin Toshkentda yashagan. Shahlo bunaqa partiyalar Toshkentda juda ko'p bo'lgan. Samarqandda ilk marotaba Brilliant Party bo'lyapti. Bu haqda o'z fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Rus tilida gapirsam maylimi? Farqi yo'q. Rus tilida yaxshiroq gapiraman. Свое мнение лучше мне проще на русском. Мне очень понравилось, все очень организовано, все очень аккуратно, обо всем продумано. Очень понравилось. Молодцы. Ничем не отличается от Ташкента. Лучше, но не хуже. Kattakon rahmat Shahlo. Ko'rib turganingizdek, toshkentliklardan qolishmagan holda Samarqandda ilk marotaba Islombek Zolota partiyalarida Shahloni ko'rganimizdan juda xursandmiz. Rahmat deb qolamiz. Sog' bo'ling. Hurmatli mehmonlar, bugungi partiyada bizning go'zallik shaydosi bo'lgan Farangiz blogerimiz tashrif buyurgan. Zar qadrini zargar biladi deganlardek, bunaqa go'zallikni qadrini albatta Farangizdan so'rash kerak. Farangiz bugungi ko'rsatuvda, bugungi partiyada siz mehmon sifatida qatnashyapsiz. Samarqandda ilk marotaba o'z ilk fikrlaringizni, Islombekka bo'lgan istaklaringizni aytib o'tsangiz. Tojikcha gapirsam bo'ladimi? Uzilvay. Tabrik میکنم این زیادت شود. زر گذشته شواتان کاراتون با آمد. کشایش کاراتون نتیاد.
Hurmatli Baxtiyorumna Reality TV kuzatuvchilari, nakonyesda deganimizda mana Islombekni shuncha tashvish, shuncha mehmonlarni orasidan ushlab oldik. Islombek mana Samarqandda ilk marotaba hech kim qilmagan va hech kimda yo'q narsani, ideyalarni kirgizdingiz. Shu darajaga yetkazishingizga orqangizda turib bergan, xizmat ko'rsatayotgan va siz bilan yelkama-yelka do'sh bo'layotganlarga qanday fikrlarni bildira olasiz? Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Siz ham xush kelibsiz. Nima desam ekan, hammalariga rahmat deyman. Boshqa hech narsa demayman. Borliklariga shukr. Alloh turgancha tursinlar. Men faqat duo qilib yuraman. Oldinda tursalarga men nima desam, xursandman. Men uverinman o'zimga. Borliklariga shukr. Hurmatli samarqandlik kuzatuvchilarimiz, bugungi mehmonimiz Chechenkadan Islombek Zolitaga bo'lgan istaklarini o'zlaridan eshitib qolamiz. Marhamat. Chechenka Samarqandda ilk marotaba bo'layotgan, albatta sizdan keyingi Samarqandlik Islombekni partilariga bo'lgan fikrlaringizni bizning samarqandlik mezbonlarimizga aytib o'tsangiz. To'g'risini aytaman, ayol kishiman. Muxlislar ko'p va ko'p ayollar parti qilsam tashrif buyuradi. Islombek birinchi men ham Samarqandda parti qilaman deganlarda ozgina ikkilanuvdim. Qanaqa bo'larkan? O'g'il bolani partisiga erlar yuboradimi? Lekin bugun guvohi bo'ldim. Juda ham Islombek Samarqandda hurmat qilishadi. Nafaqat ayollar, balki erkaklar ham. Iloyim davomiy bo'lsin. Juda ham chiroyli parti bo'lib o'tyapti. Rahmat, siznikida borib qatnasha olmagan samarqandliklar sizni Samarqandda ko'rganlikda juda ham boshimiz osmonga yetdi. Qadamingizga hasanot, bunday kelishlaringizga bardavom bo'lishini kutib qolamiz. Rahmat. Sizlarni ham keyingi partimni kutib qolaman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizning kamtarona toshkentlik blogerimiz Chechenkadan iliq fikrlarni kutib qoldingiz va bizlarni kelgusi Chechenka partida kutib qolishlari haqida bu bizning eng katta taklif qilingan joyimiz deb bilaman. Ketdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir aytganimdek birga bir kopiyasini xohlaysizmi? Mana bizning juda ham chiroyli go'zalkamizni ko'rdik. Bu kishini ko'plaringiz taniysizlar. Mumiza Showroom. Go'zal, mana bugungi brilliant partimiz qanday o'tyapti? O'zingizning fikrlaringiz? Juda ham yaxshi o'tyapti. Superski o'tyapti. Yaxshi ustozlar, yaxshi bastakorlar, san'atkorlar, blogerlar, вообще очень весело проходит. Islombekka o'z tilaklaringiz? Islombekka самое главное baxtli bo'ling. Nimaga orzu niyatlaringiz bo'lsa, hammasiga yetishing. Shu. Bugungi brilliant partida siz mehmon sifatida qatnashyapsizmi yoki Islombekning shaxsiy mehmonimisiz? Islombekni mehmonlaridan biriman. Biz sizlarga aytganimizdek, albatta Islombek nafaqat biletlar orqali, balkim o'zlarini yaqin insonlarini bugungi partiga taklif qilishganlar. Ulardan birlari albatta bizning go'zal Mumiza Showroomimiz. Bu kishini hamma taniydi, qizlarjonlar. Kuzatib qolinglar, yana yangi mehmonlar bilan ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, raqslar avjida. Islombek Party, brilliant partini
kuzatishda davom etinglar. Avjida bo'lyapti hammasi. Yana qanaqa lahzalaringiz bo'lsa, fikrlaringiz bo'lsa, tilaklaringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiringlar. Islombek Brilliant zolotagi nomer 1. Tijoratchi bo'lsa kerak hammasi bu yerda. Ya oluvchilarni bizlar, bizga o'xshagan yo'qlar. Aleksandr. A? Hammasi tijoratchi, sotuvchilar. Oluvchilar. Shtif. Chin qonundan bilan xayrlashamiz. San'atkorlar bor, ular jo'natib turadi. Biz o'sha bizlar shoshilyapsizlar rasmga. Bir boshqacha qilgani yo'q. O'sha yulduz, o'sha sizlarni jigarlaring yulduz, o'sha vaqti balasi qaytib kelamiz, rasmlarga tushib bemalol gayib qilamiz. Agar sababini o'tirsalar, uyga borib o'yinga tashlasangiz. O'tirgan qarishlar qo'rg'on bo'lishi. Sizlar bilan xayrlashamiz, salom ko'rishamiz. Rahmat. Betakror ijodkor Yulduz xonim Usmonovaga minnatdorlik bildiramiz. Aziz do'stlar, xonimlar, janoblar, primadonna va'dali. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlar bilganday, sezganday bizda Samarqandda juda blogerlarimiz ko'p. Har sohada mana bizda yana bitta yangi blogerimiz bilan sizlarni tanishtiraman. Meni auditoriyam bu kishini hali tanimasalar kerak. Taniganlar like qo'yib kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana bugungi Islombek partilari qanday o'tyapti? O'zingizni fikrlaringiz Samarqandda ilk marotaba. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu juda ham chiroyli o'tyapti. Samarqandda birinchi marta bo'lgani uchun ham juda ham chiroyli o'tyapti. O'ylaymanki, endi bundan keyin bunaqa o'tirishlar, bunaqa tashkiliy ishlagan ham ko'proq bo'ladi. O'shanda biz hamma
Zaynat istodat. Yagola Shaboyi Behob istodat. Rahmat Kalom Yo'g'in Islomba, Islombekba. Koroshan Aynam Zo'shava. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana bugun Samandar Olmasovdan ham o'z iliq fikrlarini bildirdik. Islombekni Samarqand ahli juda ham sevadi va u kishining bugungi partiyalariga, bundan keyingi ish faoliyatlariga omadlar tilab qoladi. Kuzatishda davom eting.
vaqtga qaramay biz sizlar bilan mehmonlarni tanishtirib o'tamiz. Islombek Zolitaning turmush o'rtoqlari hamda u kishini hamma taniydigan Aysopa. Shunday turmush o'rtoqning rafiqasi bo'lish qanday ekanligini savol beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi parti Samarqandda birinchi marta sizning turmush o'rtog'ingiz Islombek o'tkazibdilar. Shunday odamning umr yo'ldoshi bo'lish haqida siz nima deya olasiz? Rahmat, baxtli bo'linglar. Yo'q demasdan taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Aysopa, keliningiz haqida ozgina. Kelinimiz emas, qizimiz avvalambor. Hamisha baxtli, taqdir bo'lsin. Kelinlarimiz emas, qizlarimiz bor. Inshaalloh hammalari baxtli bo'lsin. Hamisha hamma kelinlarga yo'llarga baxt tilaymiz. Oilaviy baxt har doim ularni orqalarida yelkama-yelka turishingizni tilab qolamiz. Yo'q demay taklif qilganlaringiz uchun yana bir marta kattakon rahmat, omad va baxt yor bo'lsin. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, shunday betakror oilani sizlar bilan tanishtirganimizdan biz bag'oyatda xursandmiz. Kuzatib boringlar. Devam eder misin? Stopcu. Birga. Tayyor mısınlar? Bo'ladi, xudo xohlasa. Mayli manda, mayli sanda. Lekin jonim o'zim. Lekin jonim o'zing bamir qaysar.
o'tkazilyapti. Orqa fonda kuzatib qolinglar. Hammani sifri orqali podarkalar, mana podarkalarimiz o'ng qo'lda joylashgan. Islombek Zolta parti o'tkazishdan tashqari bugungi mehmonlarga takrorlanmas hech qayerda sodir bo'lmagan sovg'alar ulashmoqchilar. Buning uchun Lototronni ichidagi biletlar o'ynaladi. Kutib qolinglar. O'yin qanday bo'ladi va ishtirokchilar nimalar yutib olishlari mumkin? Xonanda kerak. Bitta xonanda. Mana shunday parvoz etsam deyman. Bor kelar ayollaringdan, bor kelar ayollaringdan. Sen bilan guzar etganimdan, mana shunday parvoz etsam deyman. Hadi. Men nazarimda hozir shu saroyning bir burchida volidangizning ruhlari ko'rib turgan bo'lsa, ularni eslashingiz oliyjanoblik bo'lib edi va bu tashabbusni o'zingiz bildirdingiz. Bir og'iz ularni eslab o'tsak, atoqli jurnalist, sizni chiroyli qo'shiq aytishingizda, madaniyat vakillarini ardoqlashingizda Juda yaxshi ko'raman. Bizni oldimizda sog' omon bo'ling. Men sizga kattakon rahmat deyman. Oyimni eslasam, faqat opam yuzimga keladi. Chunki opam oyimga o'xshab ketadilar. Shunga nima desam ekan? Ozgina bo'lsa ham sizlar uchun mana shu kichkina bo'lsa ham o'zimni qayerdan kelgan, qanaqa qilib mana shu darajagacha kelib, mana sizlar bilan shu narsani baham ko'rib, sizlar bilan oyimni eslab, mana Jamshid akam, Zara, boringizga shukur. Hamma vaqt yonimdasizlar, boringizga shukur. Doim boboycha, kampircha bo'lib yuraylik-ku, faqat bir-birimizni eslab yuraylik. Nima deydi? Hech qachon bordi keldimizga ko'z tegmasin. Mana shunaqangi tadbirlarni ko'pini qo'yaylik. Men niyat qilganman, bilasizlar, o'yindan keyin mana qaranglar, qanaqa natijaga erishib ketdim. Allohga shukr, sizlarni nimalaringiz bilan, ishonchlaringiz bilan, sizlarni anaqalaringiz bilan men shu darajaga yetib keldim. Barchaga yana bir bor kattakon rahmat deyman. Sizlar kelganingizga juda xursandman. Men o'ylamagan edim, shu darajagacha, mana shu odamlar shu darajaga kelishadi-yu. Men shu darajaga bugun men sizlar bilan shu o'zimni nima desam ekan, men shu tilla do'koni, ya'ni o'zimni ishimni, oilamni sizlar bilan baham quraman deb niyat qilar edim. Va bu niyatga men bugun yetdim. Kattakon sizlarga yana bir bor rahmat. Sizga rahmat do'stim. Chunki bu kunlarni ko'rish onajonga nasib etmagan bo'lsa, bu Allohning irodasi, bunga qarshi chiqa olmaymiz, lekin ruhlari shod bo'lsin. Sizni baxtingizga yaqinlaringiz, jondek aziz opajoningiz har doim bizni ochiq chehra bilan kutadigan mana shu muhtarama xonim hamisha bor bo'lsinlar. Boringlarga shukur qadrdonlari, hech qachon yolg'izlab qo'ymaysizlar. Va endi to'ydan keyin Zara to mana shu brilliant shougacha ravnaq o'sish bo'ldimi? Niyat qilamizki, bu shoudan keyingi shouning ikkinchi qismigacha Islombek Zolta Brilliantini ham moddiy jihatdan, ham mana shu aytaylik repertuar jihatdan, aytaylik assortiment jihatdan juda ham qudratli, lekin o'sha kamtar shaxs sifatida ko'raylik. Inshaalloh. Sizga omad tilaymiz. Katta rahmat bu chiroyli o'ziga xos onlar uchun. Xo'sh, endi auksion boshlasak nima deysiz? Yo auksion qilaylik. Ana undan keyin sizga yana birozdan keyin to'xtalamiz, xo'pmi? Xo'sh, auksion uchun bizda qanday tashabbus bor Zara? Hurmatli kuzatuvchilarimiz, partida dahshat konkurs bo'lyapti. Bu yerda partida bizning bilet olgan mehmonlarimizga tasodifiy sifrlar orqali sovg'alar, tillalar, parfyumlar taqdim etilmoqda. Marhamat, auksionni ko'rishingiz mumkin. O'zimizning fabrikamizda, bu fabrikada biz mana shunaqangi 49 ishlayapmiz. Ko'pinchaliklarga 39 bor. Bizda esa 49 bor.
quyma oltinlar. Kabatullohni orqa qismida rasmi qo'yilgan. Marhamat qo'shishingiz mumkin. Ya'ni boshlaymiz. Boshlang'ich narxi $1050. Narx beradigan, taklif beradiganlar bormi? Bor. $1150 taklif qilyapti. Ajoyib tashabbus. Brilliant show kechasidagi bu savobni 1152. Давай uch. Samandar u nasib qilib 1153 sotildi. sotildi. Xonimlar va janoblar, Islomiy Zolta bilan show kechasida birinchi xayriya tilla quyması sotildi marhamat. Bu esa sizga keyinchalik do'stlarimiz rasmiylashtirib berishlar. Pateka bor. Grammi 5.63, narxi $350. Skidkasi bilan boshlang'ich narxini aytamiz. Boshlang'ich narxi $325 dan boshlanadi. Keyingi narx taklif beradiganlar bo'lsa, qo'llarimizni ko'tarib bemalol ishtirok etsa bo'ladi. Operatorlarimizga qilamiz. Narx beradiganlar bo'lsa, qo'llarimizni ko'tarib ishtirok etishimiz mumkin. $325. $350 narx beryapti. Bu tomonda yana bor ekan. Qarang, turgan. $360 narx beryapti. Tomonlar beramiz. 362. $362 narx berdilar. $365 $365 narx berdilar. $365 berdilar. $365 narx berdilar. Islombek. $365 bir. Beradilar. $362 sotildi. Auksion tarihi O'zi rozilik bildirsa agar. bildirsa juda yaxshi. Muborakbod etamiz. Qayerdan keldingiz? Shuni ayting. Auksionchi mana shunaqangi arzonga tilagish bo'ldi. Buni foydasi esa Albatta, xayriya kishi bo'lib ishtirok etasiz xayriyaga. Yaxshi yillarga yetishdi. Katta rahmat. Minnatdorlik bildiramiz. Qanchalik islomiylik bugun mana shu tantanali show dasturida Samarqandda vohada tillarda doston bo'lgan turli ta'mli jazirama kunlarda eng yaqin hamrohimiz bo'lgan Ko'kmarket o'sha muzqaymoqlar tarqatilmoqda. Bemalol mana shu layflar restoranning hovlisidagi maxsus muzlatgichlardan olib tatib baho berishingiz mumkin. Mutlaqo bepul. Bugun VIP formatida ishlayapmiz. Kichik reklamadan so'ng auksion davom etadi. Oddiy inson. Lekin siz shu bolalarga savob. Alloh sizga har doim bersin va davomli qilsin. Muborak bo'lsin. Siz nafaqat katta taqinchoqlar, birdan o'zimcha, birdan balki bolajonlarimiz uchun katta ishlarni qilib qo'yamiz hozir. Har doim savobli ishlaringiz davomli bo'lsin. Assalomu alaykum avvalambor, qattiq rahmat. Taklif qilganingiz uchun sizlarga juda minnatdorman. Juda xursand bo'lib, katta bo'lsangiz aytishni taklif qildim. Mana shunaqa narsalarga qalb ko'tarib qatnashishni niyat qilyapman. Sog' salomat bo'linglar, ishlaringiz barakasini bersin. Sog'liqdan hech qachon kasal bo'lmaydi. Sog' bo'linglar. Sizdek inson o'ziz shu darajada misol uchun qarang, yuragingizdan, chin dildan bolalarni o'ylab, shu narsani oldiz. Bu Jamshid aka, qarang. Jamshid Muzdaqov. Shu yerda. Chiroyli qilib shu kishiga
baribir dunyoviy so'zlarni gapira olasiz. Bizga shu tashkilotnomani aytsangiz, shuncha insonlar mana oldida, bu insonlar qarang qilgan ishlarini. E'tirof qilasiz. Hissa qo'shish bu afsona, bu ajoyib. Avvalambor bugungi tadbirdagi ishtirokingizdan juda xursandmiz. Xayriyaga hissa qo'shish bu har bir insonni qalb buyrug'i, qalb topshirig'i. Sizga katta rahmat. Biz xursandmiz. Nasib etsa Allohning ajri bilan sizni yana bir shon chehrada, chiroyli kayfiyatda ko'rish nasib qilsin. Mana hozir aytibdilarki, tilimdan hech qachon yaratganning kalomı tushmaydi. Hamisha shukrimni aytaman deyaptilar. Ey azizlar, ko'ring, xulosa qilaylik. Har birimiz biz mana shu dunyoning barcha ne'matlaridan bahra olyapmiz. Hamma ne'matlardan bahra olyapmiz. Lekin bizning yuzimizdagi tabassumni qarang-ku, mana shu inson yuzlaridagi halovatni qarang. Hech narsadan nolimaydigan inson uchun ehtiromni imkon bo'lsa, hammamiz o'rnimizdan turib olqishlab qo'ysak, mana shu ajoyib vatandoshimiz uchun mana bu ehtirom, mana bu sizga o'rnlardan turib qarsay chalayotgan insonlar va biz uchun hamisha bor bo'ling. Sizdagi halovat hech kimdan kamim yo'q deb qalb xotirjamlikka erishish vaqtini Alloh taolo davom etsin. Sizga ikki dunyo saodatini tilaymiz. Sizga boringizga shukur deymiz. Katta rahmat, boringizga shukur, rahmat. Islomga juda ajoyib kecha bo'lmoqda, ko'z tegmasin. Bozor yopildimi yo'qmi? Voy kechki bozor sotib olyapsiz. Hozir yulduz opaga yetib qolishdi. Bu auksiondan foydalangan kishi ham arzon narxda mahsulot oladi, ham xayriya aksiyasi ishtirokchisi bo'lib qoladi do'stlar. Bu brendli lastikka buni boshlang'ich narxi $130 boshlanadi do'stlar. Imkoniyatni bo'y bermanglar. Arzon narxlarda 585 provada sposhga. Har joyda, hamma joyda bu $200. $200dan kamini topolmaysizlar. Buni esa biz boshlang'ich narxini $130dan boshlaymiz. $100dan ziyod beradigan bormi? Qancha? $135 taklif qilyapti. $140 akamiz. 145. 145. 150. $150dan ziyod beradigan bormi? $155. $160. $165. Oxirgisi juda ham qizg'in palada olib so'yadi. $175. $175 bir. $175 ikki. Jamshid aka, agarda iloji bo'lsa, agar sizlar rozi bo'lsangiz, sizlarning boshchiligingizda agar xayr desangiz ekan, mana shu Yulduz Ibragimni mana shu qo'shiqlarini oyim uchun, hozir birinchi qo'shiqlarini oyim uchun kuylashlari uchun agar xayr desangiz, men juda ham xursand bo'lib qolaman. Maylimi? Men oyimni juda yaxshi ko'raman. Men sizlar bilan bugun oyimni eslamoqchiman. Garchi bugun ular men bilan demasalar, qalbim yonimda. Maylimi? Xuddi shunday ham qalban ham ruhan siz bilan Islombek. Demak, sahnada O'zbekiston xalq artisti Yulduzxonim Usmonova kuylaydi. Maxsus qo'shiq esa iltimoslarga binoan bugungi Brilliant Show'ning ta'sischisi Islombek uchun va ularning volidalarini xotirlashga bag'ishlanadi. Yulduz Ibragimovna haqiqatda Samarqanddagi shahri azimning eng muhtaram ijodkorlaridan biri. Ishonchimiz komilki, har biringiz o'zingizni, xonadoningizni, oilangizni ijodkori, farzandidek yaxshi ko'rasiz. Va biz katta mamnuniyat bilan Markaziy Osiyo estradasining primadonnasi, betakror yana o'nlab davlatlarning sevimli ijodkori va xalq artisti Yulduzxonim Usmonovani qarshi olamiz. Yulduzxonim boshqa kiyib chiqayotgan edi. Assalomu alaykum. Xush omadidon.
Hurmatli Baxtiyorona kuzatuvchilari, bugungi partiyamiz nihoyasiga yetdi. Bugungi partiya juda takrorlanmas va ehtiromsizlarga boy bo'ldi. Olib borgan lavhalarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, Baxtiyorona Reality TVda kommentariy bilan layklarni portlatib tashlashingizni so'rab qolaman. Sizlar bilan Baxtiyorona Reality TV. Bugungi partiyaning homiysi Coco Brand morojnelari.